Assalomu alaykum. Bugun Agro kanali kuzatuvchilari. Bugun 25-mart 2025-yil. Bugun Toshkent viloyatida Zangiota tumaniga shu ko'chatlarni biza bergandik. Bular italyanskiy Cleri navli ko'chatlar. Bularni hozirgi kundagi holatini ko'rsanglar, shu holatda bu yerda ozgina kamchiliklar bo'lgan. Shunga qaramasdan biz hozir endi Toshkentga kelganimizdan foydalanib shu yoqqa tashrif buyurdik. Bu yerga 5000 tub Cleri ko'chatlar ekilgan. 5000 tub. Ko'rib turganingizdek, yangi gul shoxlari ham уже yurib kelyapti. Bu yerda endi katta muammosi suv bo'lgan. Bu yerda ham ildiz tizimini fungisidlar bilan obработка qilishmagan ekan. Hozir maslahatlarni berdik. Ildizni himoyalash bo'yicha bu yerda balagan uslubda ekilgan. Balagan uslubda qulupnaylar ekilgan Cleri ko'chatlar. Bu yerda ekilish sxemasi ham sal noto'g'riroq. Biz aytganimiz bo'yicha hali qilinmagan ekan. Ko'rib turganingizdek, bu yoq tomonlar o'tlar ham hali o'talmagan, barglari ham olinmagan. Mana shu holatda kamchiliklari ham bor, faqatgina yaxshi joylari emas. Bu yerda mana shu teshigidan chiqqan o'tlari ham bartaraf qilinmagan haligacha. Lekin palaklari yomon emas, to'g'ri, bir qancha elementlarga do'stib bo'lgan. Sababi ildiz tizimi yaxshi holatda emas. Ildizlarini hozir ochib hammasini birma-bir ko'rdik. Mulchani yaxshi tomoni dangasalarga ham o't chiqarmagan, deyarli mana shu o'tlardan ham, mana shu o'tlarni ham o'tashmagan, qilinmagan mana shu o'tlar ham. Agar mulcha bo'lmaganda bu qay ahvolda bo'lganini endi tasavvur qilardinglar bu o'tlarni. Deyarli bu yerda barglari ham eski ko'chat barglari ham olinmagan. Bu yerda mana ko'rsanglar, juda ham ajoyib holatda. Yaxshi eski barglari tozalanmaganlik sababdan bu yerda ozgina zamburug' kasalligi avj olayotgan ekan. Shunga bularni tez oldini olish ishi etdik va eski baylarini tozalab chiqishadi. Mana Cleri'ni holati. Endi bu gullarni, bu donlarni pishirib olish uchun yetarli oziqa bo'lish kerak, zamin bo'lish kerak. Suvlarini kontrol qilish kerak bu yerda. Bu yerda chanqatib ham, zaxlatib ham, suvi me'yoridan oshirib ham qo'yilish kerak emas. Qulupnayga eng ahamiyatli joyi shu. Bargidan guli, doni ko'p. Har bir dugani ko'rsatadigan bo'lsak ham, balagani ko'rsatadigan bo'lsak ham xuddi shu holatda. Balagan uslubda qulupnay yetishtiruvchilar o'zligisi bilishadi. Bu oson emas, balagan oson emas, balaganda chiqarish. Mana havo namgarchiliklarda
loylada. O'tgan yili o'zimiz ko'paytirib olib kelib ko'paytirgan ko'chatlarimiz, bilasizlar, Kleridan 60-70% gacha biza adbor qulpnil olganmiz. Mana do'chalarini ham ko'rsanglar. Mana hammasi adborga tortadigan 40-50 grammlik, hammasi do'chalari. Shunisi bilan kezdi sortlar shunisi bilan yaxshi. Kuchli o'sadi va muammolarga kamroq, kasalliklarga chidamliroq bo'ladi. Gullarini ham yirikligini ko'rsanglar, mana qay darajada kattaligini bilsanglar bo'ladi. Mana ikkita barmog'imdek. Gullari ham, donlari ham. Surxondaryo hududiga bilasizlar ekkanmiz. 18 ming 20 ming tub atrofida kleri ekilgan. Bizani hisobimiz bo'yicha xuddi mana shu holatda oldinda bo'lish kerak edi. Chunki o'tgan yilgilarni ham solishtirganmiz biza. Bunaqa do'chalab turgan paytida Surxondaryo hududida pishib turgandi. Bu yil endi bizani rejamiz bilan emas, shu Allohning rejasi bilan shunaqa kechroqga qoldi. Hammasi yaxshiligiga. Bizani planimiz o'zi unaqa katta 80 ming 100 mingdan emas, 20 ming 30 mingdan sotsak ham deb reja qilingandi. Bizda shunaqa gaplar Toshkent viloyatidagi balagan uslubda qulpni chiqaruvchilarda xuddi shunaqa yangilik qilib mana kleri ham ekishdi. Kleri to'g'ri yangi yo'llarda, boshqa hududlarda ko'proq. Endi klerini ham kechaginda Qozog'istonga tashrif buyurdik. Mana hammaga taniqli bo'lgan shu Ashraf akam bilan ham bu maslahatlarini oldik. Ularda ham kleri yengilaganlar, klerilari yengilagan sort. Super kleri deb nom qo'yib olgan ekanlar. Juda ham hosili yirik va eski kleridan ko'ra vaqtliroq ham pishadi deyaptilar. O'zlarining aytishlari bo'yicha. Juda ham bir kunlik tashrifimiz juda ham yaxshi o'tdi. Bizani fikr almashib ancha o'tda video lavhalar tayyorlamadik. Asosan ular bilan shu fikr almashib kunimiz o'tib ketdi. Yangi chiqayotgan gul shoxlarini ham sanasak, mana bitta, mana ikkita, uchta, orqada 4 ta, 5 ta, 6 ta. Qancha guli donlab gullab turibdi. Juda ham serhosilligidan dalolat bu. Kleri. Albamiz ham xuddi shunaqa bo'ladi, alba. Faqat bilasizlar, alba bundan qattiqroq, ko'rinishi chiroyliroq, ta'mi sal kesliroq. Bizga alba ma'qul kelgani uchun alba ham ekilgan. Qozog'iston hududlarida kleriga katta talab bor ekan. Katta anaqa qiziqish bor ekan kleriga, albadan nisbatan. Bizga alba ma'qul kelgani uchun albani tanlaganmiz. Mana shu qatorda klerini ham mana balaganda ham, ochiq maydonlarda ham bularni ekib ko'rganlardan endi shunaqa qilib ko'rib, kuzatib, inshaalloh kleri ko'chatlarini ham ko'paytiramiz. Ochiq maydonlarga matchni qilib, onali ko'chat qilib, hammasini qiziquvchilarga ko'chatini tarqatamiz. Bizani kuzatib boringlar. Ko'rib turganingizdek bu holatini aytamiz hozir. Dehqon akamizga bir hafta 10 kundan keyingi holatini ham tashlaydi. Bu yerda temirga, magniy, kalsiyga do'stlik bo'lgan, ildiz chiriganiga. Bargini ko'rib turganingizdek.
tomirlari ko'rinib turibdi. Bu yerda aytishingiz mumkin kalsiyga yo'q deb, lekin mana kalsiy bilasizlar mustahkam bo'ladi, mana mustahkamligini oshiradi. Bu qo'l tegsa barglari sinib ketyapti. Qo'l tegsa barglari nomiga qirsillab sinib ketyapti. Shuning uchun kalsiy juda ham kam berilgan bu yoqqa. Endi kalsiylarni ko'tardik, shu pishish davrigacha kalsiyli ozuqani, kalsiy nitratni hozir ko'paytirib ularga retsept yozib berdik. Mana bu yerda noto'g'ri tozalangan va 4 kun, 5 kun mobaynida yomg'irli ob-havo bo'lgani uchun shu yerda eski qoldiq baylari va gullarini hisobiga tegidan zamburug'li kasal boshlanib, shu yerdan chirish boshlangan. Mana tozalanyapti. Xuddi shu tariqa qilib tozalab qo'yishyapti. Bu yerda nechta tupida? Bu yerda nechta tup ekilgani Farhod aka? 5,5 mingta. 5,5 mingta ekilgani? 5,5 mingta ekilgan. Bu kapilniga ekilgani, kapilni bir qator tortilgani bu yerda? Bir qator tortilgan. Yaxshimi o'zi, yoqdimi bu sort sizga o'zingizga? Sortga gap bo'lish mumkin emas lekin. Faqat shu ozgina e'tiborsizlik tufayli demak kamchiliklarimizni bilib olamiz, mana xudo xolisa bartaraf qilamiz. Yaxshimi, yoqdimi o'zingizga? Qolgan sortlarga yon atrofingizdagilarga qaraganda? Yon atrofga qaraganda juda ham hosilga ko'pligi bilinyapti. Gullarni ham ko'ramiz, ko'p ancha. Endi davomini pishganda aniq ko'ramiz endi xudo xolasa. Yaxshi, zo'r, barakasini bersin. Bu yetishmovchiliklarni o'zingiz bilib oldingiz-a, nimadanligini, hammasini? Bilib oldik mana, xudo xolasa. Endi qilib borsangiz, xudo xolasa bu maydonni kengaytirasizmi, nima qilasiz? Bo'lsa mana bu yil hozir 5 ming tup ekan, endi qanchaga mo'ljal endi xudo xolasa bu yil? 50 minggacha olib chiqamiz nasib bo'lsa. 50 ming tupgacha ekasiz-a? Xudo xolasa, niyat bor. Yaxshi, zo'r aka, barakasini bersin.